أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jannat ahlining sifatlarini o'rganishda davom etamiz. Jannatda ortiqcha joy qolishligi, Alloh taolo unga boshqa xalqni yaratishligi haqida Sahihaynda rivoyat qilingan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi. Jahannamga tashlanaveradi va aytadiki, "Hal min mazid?" yana bormi deydi. Hatto Robbul Izza o'zining qadamini qo'yadi. Jahannamni ba'zisiga kirishib ketadi, yopishib ketadi va aytadiki, "Izzating va karamingga qasamki, yetarli bizga. Bas yetarli kifoya" deydi. Va jannatda esa ortiqcha joy qoladi. Hatto Alloh taolo unga boshqa xalqni yaratib, unda u jannatda ularni yashatadi. Va Muslimda lafzida jannatdan Alloh qolishligini xohlagan narsalar qoladi, keyin Alloh taolo u uchun xohlagan narsalardan boshqa xalqni yaratadi. Endi Buxoriyning lafzi. Abu Hurayraning hadisida Alloh taolo jahannam uchun xohlagan kimsalarni yaratadi va unga tashlaydi va jahannam aytadiki, "Yana borma" deydi. Bu ba'zi roviylar lafzini almashtirib xato qildi. Sahih rivoyatlar va Qur'onda nassi unga raddiya beradi. Alloh taolo xabar qiladiki, jahannamni iblis va uning atbolari, unga ergashuvchilariga jahannamni to'ldiradi. Alloh taolo azoblamaydi, illo unga hujjat qoyim bo'lgan kimsanigina azoblaydi va rasullarni yolg'onga chiqargan kimsalarni azoblaydi. Alloh taolo aytdiki, "Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallohu min shay." Jahannam g'azabdan bo'linib parchalanib ketgudek bo'ladi. Jahannamga har doim bir to'da kofirlar tashlanganida uning qo'riqchilari, "Sizlarga ogohlantiruvchi kelmaganmidi?" dedilar. Jahannam ahlari, "Ha, va tahqiq ogohlantiruvchi kelgan edi. Biz ularni yolg'onchiga chiqardik va Alloh biror narsa nozil qilmagan dedik" dedilar. Va ma'lumki, Alloh taolo xalqdan birortasiga zulm qilmaydi. Jannat ahli jannatda uxlamasligi haqida Jobirdan rivoyat qilingan. Rasululloh aytdilarki, "An-nawmu akhul maut va ahlul janna la yanamun." Uyqu bu o'limda ukasi va jannat ahli esa uxlamaydilar dedilar. Tabaroniy keltirgan hadis, ham Jobirdan, Nabiy sallallohu alayhi vasallam so'raldilar, "Jannat ahli jannatda uxlaydilarmi?" deb. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "An-nawmu akhul maut va ahlul janna la yanamun." Uyqu o'limda ukasi va jannat ahli esa uxlamaydilar dedilar. Qul jannatda bir darajadan bir darajaga ko'tarilishligi haqida, ya'ni yuqori darajaga ko'tarilishi haqida. Imom Ahmad aytadi, Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Albatta Alloh taolo solih bandasini jannatda darajasini ko'taradi." Bu jannat ahli aytadiki, "Ey Robbim, bu nima uchun, menga nima uchun?" deydi. Alloh taolo aytadiki, "Bi istig'fari valadika lak." Senga farzandingni istig'fori uchun deb aytadi. Subhanalloh. Solih bandani solih farzand qoldirib ketishligini katta bir ne'matdan ekanligiga bir, ya'ni dalillardan biri. Endi mu'minning zurriyotini bir darajada qo'shib qo'yishlik va agarki ular amal qilmagan bo'lsa ham Alloh taolo Tur surasida aytadi, "Vallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay. Kullu imri'in bima kasaba rahin." Va iymon keltirgan kimsalar va ularga zurriyotlari ham iymon bilan ergashgan kimsalarni otalariga zurriyotlarini qo'shdik va biz ularning amallaridan biror narsani kamaytirmadik. Har bir kimsa qilgan amali bilan garovga olinguvchidir, tiklanuvchidir. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhum rivoyat qilgan hadis, Rasululloh aytdilarki, "Innalloha la yarfa'u zurriyatal mu'minina ilayhi fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal litaqarra bihim aynuhu." Thumma qara, "Wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum va ma alatnahum min amalihim min shay. Kullu imri'in bima kasaba rahin." Rasululloh aytdilarki, albatta Alloh taolo mu'minning zurriyotini o'sha mu'minning darajasiga ko'tarib qo'yadi. Agarki uni amalda past bo'lsa ham, o'sha zurriyotini, shu otasi u bilan ko'zi quvonishlik uchun dedilarda, keyin shu oyatni o'qidilar. Iymon keltirgan kimsalar va o'sha iymon keltirgan kimsalarga zurriyotlari ham iymon bilan ergashgan kimsalarni biz ularni zurriyotlariga qo'shdik va ulardan amallaridan biror narsani kamaytirmadik. Har bir kimsa qilgan amali bilan garovga olinuvchidir. Bundan biz otalarini qilgan amallaridan biror narsasini kamaytirmasdan farzandlariga berdik dedi. Bag'oviy buni tafsirida keltirdi. Ibn Marduviy o'zini tafsirida keltiradi. Said ibn Jubayr, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhulardan aytdilarki, agar kishi jannatga kiradigan bo'lsa, u ota-onasini va ayolini va bolasi haqida so'raydi. Unga aytiladiki, "Seni darajangga ular yetolmadi yoki amalingga yetolmadi" deb aytilinadi. U aytadiki, "Ey Robbim, men o'zim uchun ham va ular uchun ham amal qilgan edim" deydi.
Alloh taolo ularga qo'shishlikni buyuradi. Keyin Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu shu oyatni o'qidilar. Vallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum. Iymon keltirgan kimsalar va zurriyotlari ham iymon bilan ergashgan kimsalarni o'qiydi. Sha'bi aytadiki, Alloh taolo otasini amali bilan farzandini jannatga kirgizadi dedi. Kalbiy ibn Abbosdan aytadi, agar otalar bolalardan darajasi yuqorida bo'lsa, Alloh taolo bolalarni otalariga ko'taradi. Agarki bolalarni darajasi otalaridan balandda bo'ladigan bo'lsa, Alloh otalarni bolalariga ko'taradi dedi. Qurtubiy fi Jami'ul Ahkamil Qur'onda keltirdi va u ibn Abbosdan sobit bo'lmagan dedi. Endi jannat gapirishligi, jannat bilan jahannamni bir-biri bilan hujjatlashlik haqida mavzuda o'tdi va jannat aytdi: Ey Robbim, daryolarim to'lib toshdi, mevalarim pishib shirin bo'ldi. Endi ahlimni tezroq menga qo'shib ber dedi. Ibn Abi Dunya jannat sifati haqida keltiradi. Xabar berildimki, u Sa'd Toidan keltirilgan. Xabar berildim. Alloh taolo jannatni yaratgan paytda jannatga aytdi: "Zinatli bo'l" dedi. Zinatli bo'ldi. Keyin unga gapir dedi. Gapirdi. Aytdiki: "Tuba liman radita anhu." Sen undan rozi bo'lgan kimsaga tavba bo'lsin, ya'ni jannat bo'lsin dedi. Qotada aytadi, Alloh taolo jannatni yaratgan paytida jannatga gapir dedi. Jannat tuba lil muttaqin. Muttaqillarga tavba bo'lsin dedi. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilingan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo jannati adinni yaratgan paytda unda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va basharni xayoliga kelmagan narsalardan jannati adinda yaratgan paytda jannatga aytdi, gapir dedi. Jannat qad aflahal mu'minun. Va tahqiq mu'minlar yutuqqa erishdilar dedi. Endi jannat davomiylikka ko'ra go'zallikda ziyodalashadi. Ka'bdan rivoyat qilingan, buni Ibn Abi Dunya jannat sifatlarida keltiryapti. Alloh taolo jannatga qaramaydi, illo unga seni ahlingga tavba bo'lsin deb aytadi. U go'zallikda ziyodalashib ketadi, hatto ahli unga kirgunigacha dedi. Endi Hurayn juftini talab qilishligi, jufti uni talab qilishligidan ko'ra ko'proq ekanligi haqida. Yuqorida Muoz ibn Jabalning hadisi o'tgan. Huraynning dunyodagi ayoliga aytgan so'zi: unga aziyat berormagin. Yaqinda sendan ajrab bizga keladi, kelishligiga oz qoldi deydi. Ikrimaning hadisida Nabiy sallallohu alayhi vasallam Huraynning so'zini aytadi: Allohumma a'inhu ala dinik va aqbil bi qalbihi ala ta'atik. Allohim uni diningda sobit qil. Uni diningda yordam bergin, qalbini o'zingga itoat etishlikda yuzlantirgan, moyil qilgan degan so'zni aytib berdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ibn Abi Dunya keltiradi, Abi Sulaymon ad-Davroniydan aytadi, u Iroqda Allohga ibodat qiladigan yosh yigit edi. U o'zini yo'lda sherigi bilan birgalikda Makka yo'lga chiqadi. Ular tushgan paytlarida bir yerga tushsalar, u namoz o'qirdi. Agar ular yesalar, u roza tutuvchi edi. Unga do'sti kelib ketib sabr qildi. Ular ajralishni xohlab turgan paytlarida unga aytdi: "Ey birodar, menga sen tushingda ko'rgan narsang haqida, o'sha seni hayajonlantirgan narsa haqida xabar bergin" dedi. Men tush ko'rgan bo'ladi, uxlayotganda bir hayajonli holat, oshiqishlik bo'lgan narsa holat yuz bergan bo'ladi. Aytadiki, men tushimda jannat qasrlaridan bir qasrni ko'rdim. Unda kumushdan bo'lgan g'ishti va oltindan bo'lgan g'ishti bor edi. Bino bitgan paytida va u binoni ayvoni qimmatbaho toshdan va yoqutdan bo'lgan ayvoni bor edi. Qimmatbaho toshdan bo'lgan ayvon va yoqutdan bo'lgan ayvoni bor edi. Bu ikkala ayvonning orasida Huraynlar ichidan bir Hurayn bor edi. Sochlarini erkin tashlab qo'ygan holatida edi. Uni kumushdan bo'lgan kiyimi, mayin kiyimi bor edi. U Hurayn qanchalik bir mayin harakat qilsa, libos ham u bilan birga tebranardi. Hurayn aytdiki, meni Allohdan talab qilishlikda jiddiy bo'lgan. Allohga qasamki, Allohning huzurida seni talab qilishlikda samimiyatda bo'ldim. Qayta-qayta so'radim. Jannat va jahannamning orasida o'limni so'yishlik. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan, muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Rasululloh aytdilarki, o'limni xuddiki oq qora qo'chqor kabi olib kelinadi. Jannat bilan jahannamning orasiga turgiziladi. Aytiladiki, jannat ahli buni taniysizlarmi deyiladi. Ular bo'yinlarini burib turib qaraydilar va aytadilarki, ha, bu o'lim dedilar. Keyin aytiladiki, ey jahannam ahli, buni taniysizlarmi deb aytiladi. Ular qaraydilar, bo'yinlarini burib qaraydilar va aytadilarki, ha, buni taniymiz. Bu o'lim dedilar. Uni so'yishlikka buyuriladi, so'yiladi. Keyin aytiladiki, ey jannat ahli, abadiy o'lim yo'q va ey jahannam ahli, abadiy o'lim yo'q deyiladi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni oyatni o'qidilar. Va anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ey Muhammad alayhisalom, siz ularni, ya'ni kofirlarni barcha ishlar bitirilib, ya'ni jannatiylar jannatga, jahannamiylar jahannamga hukm qilinib, ular nadomat chekadigan qiyomat kunidan ogohlantiring. Ya'ni ular g'aflatdadirlar va shu sababli ular iymon keltirmaydilar degan oyatni o'qidilar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu hadisi, bu Sahihaynda Buxoriy Muslim rivoyat qilgan. Rasululloh aytdilarki, Alloh taolo jannat ahlini jannatga va jahannam ahlini jahannamga kirgizadi. Keyin
ularning orasida muazzin qoyim bo'lib aytadiki, ey jannat ahli o'lim yo'q va ey jahannam ahli o'lim yo'q. Barcha uni ichida bo'lgan narsada abadiy bo'luvchidir deb aytadi. Endi Termiziy aynan Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilgan. Rasululloh aytdilarki, jannat ahli jannatda va jahannam ahli jahannamda bo'lganda o'lim olib kelinadi. Hatto jannat bilan jahannamning orasiga qilinadi. Keyin uni so'yiladi va nido qiluvchi nido qilib aytadiki, ey jannat ahli o'lim yo'q va ey jahannam ahli o'lim yo'q deydi. Jannat ahli xursandchiliklar ustiga xursandchiliklari ziyoda bo'lib ketadi va jahannam ahlining esa mahzunlik ustiga mahzunlik ziyoda bo'lib ketadi dedilar. Bu haqiqatan jahannam ahli uchun juda dahshatli holat. Ham azobda, qattiq azobda bo'lyapti, qo'shimcha umid umuman yo'q bo'lyapti. Qachondir chiqaman degan narsa ham o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketyapti. Subhanalloh. Allohdan panoh so'raymiz. Endi buni ziddi jannat ahli esa o'zi xursandchilik ichida, lekin odam bir xursandchilikni vaqtinchaligini bilsa, xursandchilik biroz o'zgaradi. Endi buni davomiylik, tugamasligini bilsa, xursandchilik haqiqatan kuchli bo'ladi. Jannatda ibodatlarni ko'tarilishligi, faqatgina zikr ibodati bor bo'lishligi va u doimiy bo'lishligi Muslim o'zining sahihida rivoyat qilgan Jabir ibn Abdullohning hadisida Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, jannat ahli jannatda yeydi va ichadi. Ular burun qoqmaydilar va katta hojatga o'tmaydilar va kichik hojatni ham qilmaydilar. Ularning taomlari bunda bir kekirishlik va teridir. Va teri xuddiki miskin terisi kabi. Ular tasbih va hamdga xuddiki nafasga ilhomlanganlari kabi ilhomlanadilar dedilar. Ularning tasbih etishlari va hamd etishliklari nafas bilan birgalikda yuradi. Xuddiki sizlar nafas olishlikda ilhomlanganlaringiz kabi dedilar. Jannat ahli jannatga kirishlikka amali bilan haqli bo'ladi. Bu albatta jannat ahli jannatga kirishlikka faqatgina Allohning rahmati va fazli bilan haqli bo'ladi. Bu hadisda ham sabit bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan aytdilarki, "Lan yadkhula ahadun minkumul janna bi'amalihi." Qalu, "Va la anta ya Rasululloh?" Qala, "Va la ana illa in yataghammadani Alloh bi rahmatihi." Sizlardan birortangiz jannatga amali bilan kirishlikka haqli bo'lmaydi, kirmaydi. Sizlardan birortangiz jannatga amali bilan kirmaydi dedilar. Sahobalar aytdiki, "Ya Rasululloh, siz hammi?" "Va men ham" dedilar. "Illo Alloh taolo o'zining rahmati bilan meni o'rab oldi" dedilar. Endi bu hadisdan amalni qiymati, ta'siri jannatga kirishlikka yo'q deb tushunilmaydi. Alloh taolo aytdiki, "Va tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Mana bu jannatga sizlar qilgan amallaringiz sababli unga merosxo'r bo'ladigan jannatdir. Boshqa oyatda "Jazaan bima kanu ya'malun", qilgan amallaringiz sababli mukofot dedi. Mana bu oyat va hadislarni orasini jamlashlik, jannat u amal uchun evaz emas, lekin amal jannatga kirishlik uchun sabab. Jannatga kirishlik albatta Allohning rahmati bilan bo'ladi. Lekin Alloh taolo u jannatga kirishlik uchun amallarni sabab qilib qo'ydi. Allohning rahmatiga yetishlik faqatgina shu Allohga itoat qilishlik bilan va yaxshi amal qilishlik bilan bo'ladi. Alloh taolo aytdiki, "Inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin." Albatta Allohning rahmati muhsinlarga yaqindir dedi. Boshqa bir oyatda esa "Innallazina amanu wallazina hajaru va jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatalloh vallohu g'afurur rahim." Albatta iymon keltirgan kimsalar va hijrat qilgan va Alloh yo'lida jihad qilgan kimsalar ana o'shalar Allohning rahmatidan umidvor bo'ladilar. Alloh taolo kechiruvchi, rahmli bo'lgan zotdir dedi. Bundan ko'rinadiki, ya'ni mu'min inson albatta Allohning rahmatiga erishishlik va fazliga erishishlik uchun Allohga itoat qilishlik, ya'ni buyruqlarini qilishlik, qaytarlardan to'xtashlik. Shayxul Islom Ibn Taymiyo rahimahulloh aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sizlardan biringiz jannatga amali bilan kira olmaydi degan so'zlaridan Alloh taoloning qilgan amallaringiz sababli mukofot degan so'zni yo'q qilmaydi. Albatta bu yerdagi nafi, ya'ni oyatdagi nafi o'sha qilgan amallaringiz evaziga, muqobiliga degan narsani nafi qiladi. Xuddiki misol aytadigan bo'lsa, mana buni men bir narsani olib turib, bir narsa bo'lsa, shu narsani evaziga pul berasiz, shu evaziga siz shu narsani olasiz. Evaz bo'ladi, bu evaziga olinadi. Amal esa bu jannatga kirishlikka evaz bo'la olmaydi, muqobil bo'la olmaydi, lekin sabab bo'la oladi. Endi shu jannatga kirishlikka yoki shu jazo mukofot uchun sabab bo'ladigan bo'lsa, bundan inson Rob taoloning mag'firatiga, ya'ni yaxshi amal qilsa-da va Alloh taoloning mag'firatiga va afv qilishligiga ehtiyoj bo'lmaydi degan fikrda bo'lishlik, bu adashgan kimsa bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sabit bo'lgani kabi, o'sha yuqorida aytilgan hadis, sizlardan biringiz amali bilan jannatga kira olmaydi deganda siz hamma ya Rasululloh dedilar. Men ham. Illo Alloh taolo meni rahmati va fazli bilan o'rab oldi dedilar deb aytdi. Ya'ni amal faqatgina bu jannatga kirishlikka, Allohning rahmatiga erishishlikka va fazliga erishishlikka bir sabab bo'ladi. Lekin muqobili bo'la olmaydi. Va endi jannat ahlining oxirgi so'zlari, duolari deb aytsak ham bo'ladi. Alloh taolo Yunus surasida aytadi: "Innallazina amanu va amilus solihati yahdihim robbuhum bi imanihim
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Albatta iymon keltirgan va solih amal qilgan kimsalarni Alloh taolo robbilari ularni iymonlari sababli hidoyat qiladi. Tagidan anhorlar oqadigan ne'mat jannatlari bilan ularni yetkazadi. Jannatdagi ularni so'zlari, ba'zilar duolari ham deb aytgan ekan, kalomlari, so'zlari ey Allohim seni poklayman, ya'ni subhanakallohumma deb aytadilar. Va ularni jannatdagi tahiyyalar, ya'ni bir-birlariga salomlashliklari tinchlik so'rash ekan, assalomu alaykum, salam degan. Va ularning oxirgi so'zlari esa olamlar Robbisi bo'lgan Allohga hamd bo'lsin deydilar. Hajjoj ibn Jurayjdan rivoyat qilib aytadi, Alloh taoloning da'vahum fiha subhanakallohumma, ularning jannatdagi oxirgi da'volari, so'zlari ey Allohim seni har qanday nuqsonlardan poklaymiz degan so'zlarida aytadiki, shu jannat ahllarini oldidan bir qush o'tadigan bo'lsa, unga ishtaha qiladilar. Aytadilarki, Allohim sen har qanday nuqsondan poksan deb aytsalar, va mana bu ularning so'zlari, duosi bo'ladi. Ularga ishtaha qilgan narsalarni farishta olib keladi. Ular o'zlarini ichlari ularga salom beradilar. O'zi mana shu tafsirda ba'zilar aytgan ekan, farishtalar ya'ni bu jannat ahllariga salom beradi va ba'zilar aytgan ekan, o'sha jannat ahllari bir-birlariga salom beradilar degan ekan. Bu yerda ularga salom beradi, jannat ahllariga farishtalar va farishtalarga jannat ahllari ham bu farishtaga javob qaytaradi. Mana shunda ularning so'zi tahiyyatuhum fiya salam, ularni jannatdagi tahiyyalar, bir-birlariga salomlashliklari salamdir, ya'ni salomatlik tilashlikdir. Uni yeganlaridan keyin, endi ishtaha qilgan shu qushlarni, shu narsalarni yeganlaridan keyin Robbilariga hamd aytadilar. Mana bu va axiru da'vahum, va oxirgi so'zlari olamlar Robbisi Allohga hamd etishlikdir deydi. Sa'di Qotadadan aytadi, ularning da'vosi, ya'ni so'zlari Allohim seni poklaymiz deb aytadilar. Ashja'i aytdiki, Sufyondan eshitdim, aytadiki, jannat ahli bir narsani xohlasa, Allohim seni poklaymiz desalar, ularga shu modda keladi, istagan narsalar keladi dedi. Sufyan Usmon ibn Abdullohdan rivoyat qiladi, aytdiki, Musa ibn Talhadan eshitdim. Aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam subhanalloh haqida so'raldilar. Aytdilarki, tanzihullohi anisu, Alloh taoloni yomonlikdan poklashdir deb aytdilar dedi. Alloh taolo xabar qilyapti. Jannat ahllarining avvalgi so'zlarini haqida ham, ya'ni ularning so'zlari, da'vosi, duosi desak, aytadilarki, subhanalloh deb aytadilar. Alloh taoloni poklaymiz. Har qanday, ya'ni yomonliklardan Alloh taoloni poklaymiz dedilar. Va oxirgi so'zlari esa, oxirgi duolari esa u alhamdulillahi robbil alamin. Endi bu yerda da'vo umum bo'ladi, bu yerda duo desak ham bo'ladi. U bilan ya'ni maqtov ham iroda qilingan va so'rashlik ham iroda qilingan deb aytsa ham bo'ladi. Hadisda kelganki, afzal duo Allohga hamd etishlikdir deyilgan. Jannat ahli nafasga ilhomlanganlaridek tasbih va hamd etishlikka ilhomlanadilar deganda ham mana birinchi so'zlarida tasbih aytishlik bo'lyapti, oxirgi so'zlarida Allohga hamd etishlik bo'lyapti. Ustozimiz ko'p o'rinlarda takrorlab aytdilar, darsliklarda ham, talab ilmlarga nasihat o'laroq ham aytardilar. Insonlarni oxiratga iymoni zaif. Shuning uchun ko'proq insonlarni oxiratga iymon keltirishlikka chaqirishlik hozirgi davrda juda muhim, kerak bo'lib qoldi deb aytgandilar. Bu jannat ham oxirat hovlisi. Shuning uchun o'zi asosiy bu darsda qilishligimizdan asosiy mavzulardan yana biri musulmonman degan insonlarni oxiratda nimalar kutib turganligi, shunga rag'bat qilishlik, shunga ko'ra amal qilishlik kerakligi uchun darsliklar juda ko'p bu mavzuda. Lekin biz umumiy jamlab bizdan bir hissamizni qo'shaylik deb darslik qildik. Shu bilan jannat sifatlari va jannat ahlining sifatlari mavzusidagi darsimiz nihoyasiga yetdi. Biz Alloh taolodan bu qilgan darsliklarimizni xolis o'zi uchun qilganlarni qatorida qilishligini so'raymiz. Alloh taolodan bu qilgan darsliklarimizdagi bo'lgan xato, kamchiliklar, nuqsonlarni o'zi kechirsin. Holimizga rahim qilsin. Allohim musulmonlarga o'zlarining izzatlarini qaytarib bersin. Butun mazlum-mazlumalarni Alloh taolo o'zi himoyasiga olsin. O'zini yo'lida xizmat qilayotgan jamiki musulmonlarni moli bilan, joni bilan, tili bilan, ilmi bilan xizmat qilayotganlarni Alloh taolo o'zi sobit qadam qilsin. O'zini yo'lidan adashtirib qo'ymasin. O'zi himoyasiga olsin. Zolimlardan, xoinlarni Alloh taolo ulardan yiroq qilsin. Va musulmonlar bir-biriga rahmdil, mehribon bo'lishligi va kofirlarga ko'ra shiddatli bo'lishlikka Alloh taolo musulmonlarning qalblariga va amallariga bu narsani singdirsin. Qamoqda bo'lgan, qurshovda bo'lgan butun musulmonlarga Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Gunohlarini kechirsin va Alloh taolo darslarimizni davomli qilsin. Bizlarni o'zining huzuriga borarkan shahidlar qatori borishlikni nasib qilsin. Shahid bo'lgan holatda jonimizni olishligini nasib qilsin. Shahidlar haqida mavzular, darslar juda ko'p. Uni odamlar, insonlar eshitsa shahodatni qanchalik katta ne'mat ekanligini his qiladi. Ustozlar,
talib ilmlar, ahli ilmlar ular haqida darslar qilishyapti. Alloh bizlarni nabiyinlar, siddiqinlar va shuhada va solihinlar bilan birga qilsin. Va sallallohu alayhi sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.